Hay, salam do'stlar, yaxshimi? Men yana keldim. Men farmatsiya markasining qurg'uvchisi Qadriya xonim bilan. Bugungi atdiganlik sahar nihoyat go'zal boshlandi. Saf havo, go'zal manzillar ichida ko'zimizni ichib, nihoyat tez suratda opam dadamning yotqig'iga mangdim. Ishni toza qattiq urmanda bu yerda gum. Opam bechorada qopmabdi ekan, shunda chiqdi mana opam. Bulanlar chaqqan zavza yeymiz deb qarsam qizim texiyibdi. Tünigen keçti apam atdiyen qo'pang bolam juma zavsa yeymiz. Atdiyen qo'pang juma deb kirib ketgan. Men shinurib o'g'atdim malani uxlatibdi. Shuning bilan tayyorliqlaringlar bitdimi deb bularni bitkizib, shu joydaniki zavsansiga chiqdik. Shunchalik function va payzga mo'lchilik har xil har yangi narsalar. O'zimiz yaxshi ko'rgan ham o'zimizga mos keladigan narsalardan tanlab hammamiz olash holatda shundoq bir ko'ngillik ham asdan chiqmag'dak bir zavsanni yevatdik bu yerda. Opamni shundoq xush bo'ldi, dadam andin shu bir kun faoliyat qilmoqchida biz bugun bir kunlik energiyamizni shu zavsan bilan asosan to'liqlab bo'ldik ish qilib. Yeyishingni bilib bo'pti mana mening zavsanim. Fikrlarim uchibdi mana mishada yuz ko'rishdik hammamiz. Uning bilan avtobusga chiqib, menib o'yin qilmoqdik. Bugun sayyaning ovozimi shunda yaxshi, yo siqmas, yo sovuq emas, ilmon. Shuning bilan miyada ozroq o'ynashib qo'ymanamna. Shopping tatib bo'lgandan keyin erim sal qaqshab qo'ydi lekina. Shuning bilan bu yerda mangan bitdi. Shu joyga keldik Atlantisiga. Bu so'zda baxtsi shunda payzadanlar men beklam yaxshi ko'rmam. Shu mening 4-qitim kelishim bo'ldimi shu. Lekin oldida 3 qitim kelgan chaqda shundoq bir ko'ngillik o'ynagan. Bu da odamning jiqliqidan, payduning uzunligidan ko'ngildagidek o'zim yaxshi ko'rgan o'yinlarni toza o'ynab bilamadim. Amdiki planimizda biz yana 2 kundan keyin yana bormoqchi bu yerga. O'ynab bilamaganlarimizni o'ynab, qinib bir chiqmoqchida. Bu kuni asosan bolalarni o'yintish bilan o'tdi buning ichidagi mashg'ulotimiz. Balalarımızmı vəkşi xoş buldu iş qılıb. Bu balalarının qalısında səyyat ise sunulam oylaydı da. Səyyat basaq çox sudan çıxmayımız degənli. Bugün əmdi mənə oynayışa suni deyib sunun içine tıqıplı qoyduq. Çıxmay oyunu deyilikken bir gün oyunu demiş еді. Bizden vəzifimiz asasen şu balalara qaraş, balalarını qoğlaş, balalarının qosqunu toyğuzuş bilan ötdi. Aşı sığınaqını vəkşi yaxşı gördüm, әркесім oynaydım. Bu da onu oynayamadım. Payduyunun çıqlıqıdan adamın iş qılıb Şinjan'a ketib doyluq payduya. Deşişet satcıq payduyu adam degen. Sayyağa bütün adamlar türkümləb kəvatıbdı o iş qılıb. Küniga 60 min yokani ceday qıvatıbdı. 60 min adam sayyağa keldikə bir gündə oylab yaqanlarını müşulab getdi. Bunun bilan bu balalarını u yerdə turunlu, onğa qaranlı, sonğa qaranlı da bir rəsmini tatıb. Bilıqlarını közütüb, oynatıb. İşte qılıb bu şu işi dedim vaqtning qanday o'tib ketganligini qat'iyan bilmay qapdim. Qaranlabalarimizni qo'shib ketganini men tushuntirib qo'ysam, abiliqlarning toza nima ekanligini bilmadim. Shuning bilan qochib turib oldim, nima desa biliqtab qo'yib. Bular degan xushal o'ynab ketdi. Bu kuni men faqat suv tushmadim. Bir talmi naz o'ynamabdim. Vazifamiz baliq qarashdan bo'pti. Shuning bilan aman nisarim uchrab qoldi bu yerda. Bular bilan ko'rishib, xo'sh bo'lishib, jam bo'lishdik bir adam. Penjilinglarni yo bormehvalarni ilib balalarning ancha-muncha ish pishqini chiqardik. Bular degan xo'shal qaramliq bilan o'ynab, biz bularga qarab kulib, ish qilib hammamiz jam bo'lib mushta yashasaq nima degan payza. Hech kimga ayrilishlar nasib bo'lmasin. Opamlar biliqlarni ko'rgili shu zo'ganga kirib ketgan. Shu bilan tatib avatib to'g'ishal biliqlarni ko'rdik. Har xil yangi bekchiralik biliqlar bor deb shularni tatib avatib qo'yibdim. Opamlar yo'yinlarni kiyib, mana suvda vaqtida o'ynayotgandan keyin bularni biliq ko'rdigan yerga o'rnashtirib qo'ygan. Ularmi shunda xush bo'pti. Bizim balalarni o'yitib, balalarning xushalligiga qarab xushal bo'lib, shunda qilib bu shu ishidagi mashg'ulotlarimizmi, faoliyatlarimizmi tugab qoldi. Soat 7 bo'lgan chog'da chiqadigandan xabar kelib, shuning bilan bu yerda mo'lash chikatdiq. Munchilarga tushirib majintaklarni mangdim buni. Ma yo'l tushimlarni vaqt munchilarga tushib, yo'talag'a chiqib bizni saqlab turibdi. Shuning bilan yana yo'l yurib, yotoqqa keldik. Shunda qilib bir kunlik faoliyatni oxirlashdi. Yerib, ichib aran keldik. Yotqan qaran ulgadim. Undaq bo'lsa, do'stlar, xayr xo'sh, ata
fansiyan qilma. Nima ish qilib, nada turayotganimni, nima ish qilayotganimni. Mushtaq bo'lsin bek, undek bo'ldi-ku. Xayr, xo'sh. Pew pew pew.